Hayotning buyuk siri. Tasavvur et, sen xohlagan hamma narsaga ega bo'lish uchun faqat shu to'g'risida o'ylaysan xolos. Bu imkoniyatni ko'z oldingga keltir. Butun dunyo bo'ylab sayohat etishni, qayerda yashashingdan qat'iy nazar, hammamiz g'oyibdan bir ko'rinmas kuch bilan bog'langanmiz. Bu g'oyibdagi kuch shunday qudratliki, xuddi magnit kabi kuchli. Ularning bir-birlariga tortishish kuchini his et. Demak, sen o'z tilak kalitiga egasan. Shuning uchun hamisha yaxshilik to'g'risida o'yla. Agar sen kechki ovqatni shunday jozibali joyda o'tkazishni istasang, shuni astoydil xohlasang, unda sen har kuni yana va yana uni tasavvur et. Va sen bir kun kelib, albatta shunga erishasan. Ko'zingni yum, tasavvuringdagi mashina rulini qattiq siq, yangi charm o'rindiq hidini his et. Shunda tasavvur qanchalik kuchga egaligini his etasan. Imkoni yo'q narsani o'zi yo'q. Shu mashinani istaysanmi yoki avval ko'rganlaringni? Bu sening tanloving. Faqat koinot sayohatingning chegarasi bo'lishi mumkin. Dam olmoqchi bo'lsang, joyni tanla. Stonehenge degan joyni ko'rmoqchimisan? Yoki dunyoning eng yaxshi mehmonxonasida yotog'ingda nonushta xohlaysanmi? Yo bo'lmasa, Sir filmining muallifini shaxsan ko'rishnimi? Qanday fikr yuritsang, aynan shuni olasan. Faqat yaxshilik, ezgulikni orzu et. Topgan pulingni bir qismini ehsondan ayama. Bundan ham muhim bo'lgan vaqtingni va bilimingni yaqinlaringga hadya et. Tangridan so'ra va istaganingga erish. Nima istasang shu. Nimaiki istasang, sen shuni o'zingga tortasan. Shu sababli hozirgi lavhalarni ko'rib turibsan. Ong senda bor narsalarning eng qudratlisidir. O'z vaqtingni sevadigan odamlaringga bag'ishla. Sen shu sayohat kemasi kabisan. Hech narsa seni to'xtata olmaydi. Okean, ummon bu sening sayohatlaring kengligidir. Bu hayotning buyuk siri. Seni nima ushlab turibdi? Faqat vaqtmi?